Hurmatli Rishtonliklar, Umid aka, Rishtonda nima bo'lyapti? Bu hozir bu Rishton tumanimizda shu haydovchilar va yo'l fuqarolar o'rtasida shu avtokarvon tadbirini o'tkazyapmiz. Maqsad shu haydovchilar shu ozgina bo'lsa ham shu ko'rishsa, yo'l transport hodisasi nima bilan mohiyatini tushunib yetadi. Mana holatni ko'ryapsiz. Oxirgi kunlar o'zi Rishton avariyacha ko'payib ketdi. O'shani ham odamlar ko'rib aka. Xuddi shunday shu yo'l transport hodisalari ko'payganligi sababli shu haydovchi va fuqarolarga shu avtokarvon tadbirini maqsad ko'rsa ko'zi bilan hali sal sekinroq yuradi, sekinroq yuradi. Yo'l qoidasiga amal qilib. Yo'l qoidasiga amal qilib. Bu karvonimiz hozir Rishtonni aylanamiz, a? Xuddi shunda hozir chiqamiz, Rishton ko'chalarini aylantirib shu fuqaro va haydovchilarga shu ko'rsatamiz. Qani ketdik bo'lmasa? Targ'ibot avtokarvoni o'tkazilyapti. Sizlar bundan maqsad sizlarda ogohlik, sergaklik, yo'lda harakatlanganlaringda biz sergak bo'lib, tezlikni oshirmasdan yo'l harakat qoidalariga amal qilib, rioya qilib, xavfsizlik kamaridan foydalanib harakatlanish